Ozgina bir ma'lumot berib yuboringchi, qanaqa bu terimlar? Buni men ta'riflab aytolmayman. Ha. Kimlar bilan teryapsiz mana? Ayting hozir mana shu. Farzandlarim, kelin qizlarim bilan, singillarim bilan. Nechta farzandingiz bor bu yerda? Bu yerda hozir ikkita kelinim, bitta qizim bor. Ikkita keliningiz, bitta qizingiz, ikkita Kelin. ikkitasi O'g'lim ham bor. o'g'lingiz ham bor, qoyil. Nechtadan teryapsiz mana? Sir bo'lmasa aytingchi. Ha? Buncha bolani men hisobini bilmayman to'g'ri. Yo'q, fermerning aytishicha, bir kunda mana shu oila a'zolari 2 tonnaga yaqin paxta teryapti deyishyapti. Shu rostmi? Qoyil. 2 tonna degani bu 4 million so'm pul degani, to'g'rimi? Nima qilasiz 4 millionda? Hojiga boraman. Gap yo'q. Doim niyatingizga yeting. Alloh. Shu uyda shu dangasa ayollar ham bor-da, dangasa xotinlar ham bor. Shularga nima deysiz? Ularga nima deyardim, harakat qilinglar derdim. Senlar birga paxta teramiz derdim. Qoyil, mana do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Bitta oiladan 8 kishi mana Hamidaxon oyaning boshchiligida mana kuniga 2 tonnadan paxta teryapti ekan. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat.